Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men yana bir bor Nezirken. Bugungi videomizda biz men yangi yasagan modda qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu modimiz Survival Crafting Survival Command Block modi. Bu modimizni sizlar yangicha blok qo'shib beradi. Bu blokimizda mana shu blok. U craft 4 oltin, 4 redstone va bitta crafting tabledan iborat Survival Command Block nomli yangi blok qo'shiladi. Bu mod blokimiz polni ichi o'zbekcha bo'ladi. Mana ko'rganingdek. Ayrim joyda inglizcha bo'lishi mumkin. Masalan, snaking degani o'tirgan holatda bosilsin deb qo'yibdi o'tda. Mana o'ng tugma degani aynan bosadigan rejimda emas. Yoki da kompyuterda bo'lsa kompyuterda emas, prosta mana o'tirgan holatda bossanglar ham ishlayveradi. Masalan, yozib connect command yozamiz. Sinov uchun summon ishlatamiz. Summon komandasini ishlatayotganda negadir mana bu narsa ishlamayapti. Mana buni yoqib qo'yamiz. Mana ko'rganingizdek, bu narsa ishlamayapti. Buni ishlatish uchun faqatgina sizlar koordinata yozib ishlata olasizlar. Bu mana bu birinchi tugmani yoqib qo'ysanglar, snaking plus o'ng tugma deganni yoqib qo'ysanglar, u o'tirgan holatda ustidan bossanglargina ishlaydi. Voy. Kamandan yozibman-ku. Mana. Buni spam uchun yozibman. Agar mana bunaqa qilsanglar ishlamaydi. Ko'rganingizdek ishlamayapti. Va keyingisi masalan kill kuchukcha e. Sana ko'ramiz. Ishladi. Keyin masalan set block 0 ga 0 ga 0 koordinatada fire 0 ga 0 emas. Men 0 ga 1 qilaylik shuni. Har doim rejimni yoqamiz. Submit. Va 0 ga to'g'ri. 0 ga 0 ga 0 ekan. Hozir 0 ga 0 ga 1 qildim. Bu havoda tushdi. Shu bilan hozir bu havoda paydo qilyapti. Mana. Ko'rganingizdek bu har doim aktiv yoqib qo'ysanglar, har doim bu aktiv turadi. Agar har doim aktivni o'chirsanglar, u yana eski holatiga qaytadi. Va mana ko'rganingizdek bu ishlamayapti hozir. Agar mana buni yana yoqib bossanglar, yana ishlaydi. Bu command blogimiz qo'lda sindirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar boshqa narsalarni ham sindirsanglar bo'ladi, lekin buni tez sindiradigan hech qanaqangi nima yo'q. Va buni pastdan ko'rinishi uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana. Bu command blokni to'liq o'zim yasaganman. Teksturalarini, nimalarini prosta bitta ay yordamida tekstura nimalarini chizib olib, qolgan kodlarni yozib, nima qilganim sababli bu mod chopganini uyga borib nima qilib kelishim ishonchsiz endi. Nima qilib qo'yishim mumkin bu modni chopganimni, shuning uchun umid qilamanki, birovning mehnatini hurmat qilgan holatda bu kanaldan nima chop olsanglar ham, shu qaysi kanalda olganinglarni keyin shu kanalga obuna bo'lishinglarni yozib qo'yishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Hozir rozi emasman. Men bu modni yasash uchun 2 kun vaqtim ketdi. O 2 kun vaqtni ham endi o'zingizlar tushunib bir nima qilasizlar degan umiddaman. Tushunasizlar degan umiddaman. Birovni nimasini har holda qadrlash kerak. Videoni shu yergacha ko'rganlar uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, profilimdagi darf rozani ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.